Hürmetlik vatandaşlık siyerlerimizi davamlaştırımız. Bugün Çiğstağ 2023 yıl 4. ayının 10. günü haftige Düşembe. Endiki mavzumundaq Amerika Cungo kanğa kan alımız, canğa can alımız şekillik rekabetçilik barğan sıra yamanlışqa başladı. Baş ayığı görünmeydi. Mavzulu haber 4. ayının 8. günü Amerika avazının Xitay tel programımız elan qılın. Haber mundaq başlandı. New York bir müşekillik çöküş. Söz ibaresi yakından beri Amerika Cungo münasebetini tasvirleydiğen ölçemlik söz ibare bulup kaldı. Amerika matbuatı hatta iki devlet münasebetinin hazırkı altını karanlıkla çönkürtekti dep tasvirlep bu münasebet Amerika Cungo diplomatik münasebet ornatkan 40 yıldan biri. Hatta 20. asırın 70. yıllarda Prezident Nixon Cungo'nu ziyaret kılıp besiş hasıl kılgandan biri ki az uçuraydıgan bir iş dep hesapladı. Amerika Cungo münasebeti kelgisi 10 yıl içinde kayıs taraf qarab taraqqiy qiladi. Amerika Cungo münasebetinde Cungo tarafının yani 10 yıl vakti bağımı yok mu? Ben buna koşup koyayım. Yani 10 yıl vakit bağımı yok mu da? Cungo yani 10 yıl vakit bağımı mi yok mu? Bunu mu öyle işip kılınlar, observçiler? Amerika Cungo münasebeti kelgisi 10 yıl içinde kayıs taraf qarab taraqqiy qildi. Nopozluq Cungo meselesi mütehassislerinin bu doğruda ümit varlığı yok diyerlik. Gerçi bu mütehassisler yukarı amillarni iki devlet o'rtasida derhal urush portlaydigan muhim sebep deb qaramasa-mı? Lekin navbatda Amerika Cungo iki devlet o'rtasida barliq munosabatlar üzüp tashlanganlikdan Amerika Cungo o'rtasida barliq munosabatlar üzüp tashlanganlikdan bir meydan balki mutaxassislar qaragandek ideologiya formulları, devlet qaşqısı ve milletçilik bilen hareketlanayotgan iki devlet o'rtasidagi keskin rekabet Amerika Cungo münasebetini texmo ağırlaştırıp etdi. Mening qarashimcha deydi Johns Hopkins Universiteti Xalqaro Tadqiqot instituti tashqi siyosat tadqiqot o'rnining yuqori darajali tadqiqotchisi David M. Lampton. Hozir Amerika Cungo munosabatini qurilish xarakterlik bir nishonga yetaklaydigan hech qanday bir kuch yo'q. Yaqindan beri Cungo'ning raisi Xi Jinping Cungo'ga yetib kelgan har qaysi davlat boshliqlari bilan ko'rishdi. Bularning ko'pchiligi Amerikaning ittifoqdosh davlatlaridir. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Bidenning telefonda so'zlashish to'g'risida qo'ygan talablariga rais Xi Jinping hech qanday javob qaytarmadi. Amaliyotda biz hozir harakat davr inkas ichida turyapmiz. Bo'libmi bexatarlik sohasi, harbiy qurol yarog' va harbiy ishlar qurilishi sohasida harakat qilyapmiz. Nopozloq Cungo masalasi mutaxassisi professor Lampton yuqoridagi fikr qildi. Cungo'da bu iqtisod manzarasiga qatnashib Amerika qaytib keldi. U mundaq faraz qildi. Amerika Cungo o'rtasida xato hukm qilishdan kelib chiqadigan xatarlik ahvol bargan sari ağırlaşmoqda. İki tarafdan texmi ko'p kuchlar o'zaro texmi yaqin oraliqda harakat qilmoqda. Vaqa yuz berishning mumkinligi jiddiy o'rlamoqda. Lekin bizning hozir har qanday usul qo'llanib bu yüzlenishni to'sib qalalaydigan
pasaytaylaydigan tadbirimiz yok. Demek bugün Amerika-Cungo münasebeti muşu noktaga yoki edebiyat hukmlar bilan aytsak Amerika-Cungo münasebeti muşu kulminatsiya noktasiga Amerika-Cungo münasebetining saviyasini ölçsek muşu tekshilikka yoki muşu yüzlenishga yoki har qanday ehtimal ostida portlash xarakterlik vaqa yuz berishdan iborat mushu holat, mushu saviyalik holat bosqichiga yetib keldi deyishga bo'ldi.